Diqqat, ogoh bo'ling. O'zbekistonda 26-aprel kunidan 3-maygacha kutilayotgan ob-havo prognozlari e'lon qilindi. Hamma tezda xabardor bo'lsin. Assalomu alaykum aziz tomoshabinlar, kanalimizga xush kelibsiz. Ushbu ma'lumotimiz boshqalarga ham tezda yetib borishligi uchun bor yo'g'i video ostidagi like tugmachasini bosib, agarda kanalimizda yangilardan bo'lsangiz obuna bo'lib qo'yishlikni unutmang. Barchangizga kattakon rahmat. Diqqat qiling. Qoraqalpog'iston Respublikasi va Xorazm viloyatlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi. Yog'ingarchiliklar kutilmaydi. Faqat 30-aprel kuni qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi momaqaldiroq bo'lishi mumkin. Harorat 26-aprel kuni kechasi 15 daraja, kunduzi 20-25 daraja. 27-aprel va 3-may kunlari kechasi 13-8 daraja, kunduzi 25-30 daraja. Faqat 30-aprel kuni 23-28 daraja bo'ladi. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi. Yog'ingarchiliklar kutilmaydi. Harorat kechasi 15-20 daraja, kunduzi 26-aprel kuni 26-31 daraja. 27-aprel va 3-may kunlari 28-33 daraja bo'ladi. Toshkent viloyatida havo o'zgaruvchan bo'ladi. 26 va 30-aprel kunlari ba'zi joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi momaqaldiroq bo'lishi mumkin. 27 va 9-aprel kunlari va 1-3-may kunlari yog'ingarchiliklar kutilmaydi. Harorat 26-27-aprel kunlari kechasi 13-8 daraja, kunduzi 26-31 daraja. 28-aprel va 1-may kunlari kechasi 15-20 daraja, kunduzi 28-33 daraja. 2-3-may kunlari kechasi 13-8 daraja, kunduzi 25-30 daraja bo'ladi. Sirdaryo, Jizzax va Samarqand viloyatlarida esa havo o'zgaruvchan bo'ladi. Yog'ingarchiliklar kutilmaydi. Faqat 30-aprel kuni ba'zi joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi momaqaldiroq bo'lishi mumkin. Harorat 26-27-aprel kunlari kechasi 13-8 daraja, kunduzi 26-31 daraja. 28-aprel va 1-may kunlari kechasi 15-20 daraja, kunduzi 28-33 daraja. 2-3-may kunlari kechasi 13-8 daraja, kunduzi 25-30 daraja bo'ladi. Qashqadaryo va Surxondaryo viloyatlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi. Yog'ingarchiliklar kutilmaydi. Faqat 30-aprel kuni ba'zi joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi momaqaldiroq bo'lishi mumkin. Harorat kechasi 15-20 darajadan 17-22 darajagacha o'zgarib turadi. Kunduzi 30-35 daraja. Faqat 2-3-may kunlari 28-33 daraja bo'ladi. Andijon, Namangan va Farg'ona viloyatlarida esa havo o'zgaruvchan bo'ladi. Yog'ingarchiliklar kutilmaydi. Faqat 30-aprel kuni va 2-may kunlari ba'zi joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi momaqaldiroq bo'lishi mumkin. Harorat kechasi 13-8 daraja bo'ladi. Kunduzi 26-31 darajadan 23-28 darajagacha o'zgarib turadi. Respublikaning tog'oldi va tog'li hududlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi. Vaqti bilan yomg'ir yog'adi. Faqat 27-aprel kuni yog'ingarchiliklar kutilmaydi. Harorat kechasi 3-8 daraja iliqdan 7-12 darajagacha, kunduzi 13-8 darajadan 17-22 darajagacha o'zgarib turadi, deyiladi xabarda. Azizlar, kanalimiz bundan-da tezroq rivojlanishi uchun iltimos like tugmachasini bosib kanalimizga obuna bo'ling.